Bugun uyqudan turib og'riqdan yurolmay qoldim. Lekin kelinimiz og'risak ham uy ishlarini qilishga majburmiz. Shunaqa dedim-ku, lekin baribir og'riqqa chidolmadim. Jonini olsin, jonimdan ham afzalmi bu ishlar? Dedim-da davo izlab Begim podolog protsedurasini olishga bordim. Sababini bilmadim-u, lekin oyoq tirnoqlarim yoshligimdan ichiga o'sadi. O'zim juda ham qiyin olaman, olgan taqdirimda ham chuqur tozalab ola olmayman va bu menga juda ham og'riq, azob beradi har yurganim sari. Begim podologga borganimda hamma ishlatadigan instrumentlari одноразовый yangi ko'zim oldida ochib ishlatishni boshladi va oyoq tirnoqlarimni ko'ryapsizki, juda ham og'ir holatda. O'zlari avaylab, chiroyli qilib oldi. Ko'ryapsizki, tirnog'im ichiga o'sgan qismi. Tirnoqlarimni ichiga o'sgan qismini olib tozalagandan so'ng oyog'imga vannalar qildi, har xil ovqatlar qilib, mazza qilib dam oldim. O'rtoqlar, o'zimizga ozgina vaqt ajratib, o'zimizga ozgina mehr bersak, qanaqangi energiyaga to'lib, atrofimizdagilarga ham shu energiyani ulashamiz. Aytgancha Begim podologda manikyur, smart pedikyur, tirnoqlarni ichiga o'sgan qismga qarshi yechim, protez tirnoq qo'yish va nit qo'yish xizmatlari bor. Ularni boshqa podologlarni Amsal tomon uyingizga yoki xohlagan joyingizga vizitga chaqirib muolaja olsangiz bo'ladi. Manzil O'zbekiston ko'chasi, Tog'zor tabakani to'g'risida Sarvina salonida. Ha, o'rtoqlar, faqat ish deyavermasdan o'zimga vaqt ajratib to'g'ri qildimmi? Kelinlar ham o'zi uchun vaqt ajratishga haqqi bor deganlar, yurakchani qizartirib keting. O'zini sevishga bu motivatsiya bo'ladi-ya.